Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla. FlyESIM kompaniyasining asoschilaridan biriman. Yana bitta savolga javob bermoqchiman. Internetim ishlab turuvdi, birdaniga sekinlashib qoldi. Nima uchun? Bunda 2-3 xil holati bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda sizni internetingiz tugayotgan bo'lishi mumkin. Yokida tugash arafasida sizda internet sekinlashib qoladi. Yokida tugagandan keyin qanchadir muddat sizda internet sekin bo'lib, keyin o'chib qolishi mumkin. Bu birinchi qismi. Ikkinchi qismi sizga internet, ya'ni sizni internet bilan ta'minlaydigan provayder o'sha atrofda juda ko'p inson internet ishlatyapti. Bu ikkinchi qismi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, o'sha siz borgan joyda 5G podдержка qilmaydigan bo'lsa, internet nisbatan sekinroq bo'ladi. Chunki 5G baribir qolgan internet nimalarga qaraganda tezroq bo'ladi. Ya'ni siz borgan joyda 5G podдержка qilmasa, demak internet ozgina sekinroq ishlashi mumkin. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda eSIMni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. FlyESIM zamonaviy sayohatchilar tanlovi.